Hozir o'tardi, ungacha tushormaydi endi. Har holda mana endi bunday ko'rinadi-da. Ko'rinadi. Bunday qilaylik. Mana shu yerda tushsa kerak-a menimcha. Zavolashsa aka Azimxon aka. To'xtang, men oldin ko'rsatib qo'y. Maydalangan to'tasiz makkani maydalaymiz. Bu joylari qattiq makka. Shuni ham inobatga olamiz. Shuni hozir chiqarib ko'ramiz 4lik sirkalaridan. Aka bosing. Hozir unlari sochilib ketdi. Bunga maxsus bir haligi nima deydi, kattaroq idish qo'yish kerak edi. Hozir mana bu yerda hashaklaga aralashib ketdi. Maksimani shunga qilmaydi. Agar ketsa maydaroq qo'ysak, bundan ham maydaroq. Va